Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, bizlarni podpishchilar, bizlarda kuzatib boruvchi aka, uka, opa, singillar. Bugungi obzorimiz maxsi. Maxsi, terilik maxsi sifat a'lo darajada. Sabab rangi chiqmaydi. Rangi 2-3 yil xudo xohlasa yaxshi kiyiladi. Hech qanaqasiga rangi o'chmaydi, oqarib qolmaydi. Bunisiga javob beramiz. Bemalol agar 1 yil 2 yilga shunday oqarib qo'ysa qaytarib kelaverasiz. Mana bu maxscha to'ratda ushlaydigan maxsus sabab mana bu yerlari jabralari ham bor. Ustiga ertalab to'rat qilgandan keyin kiyib olasiz. Shu bilan bitta maxsus tortib yuraverasiz. Peshin, asr, shom bemalol. Hozirgi ob-havoga ayni muddaoda bu. Oyoqda kamroq yutganlarga. Bundan sifati pastroqni ham olib kelamiz. Nimaga so'rashadi, undan ham olib kelamiz, lekin u tez oqarib qoladi. Ya'ni 1 oy, 1,5 oy, 2 oy, mo'st 2 oyga tez oqarib qoladi. Ranglari oqarib, dog' bo'lib qoladi. Bu lekin xudo xohlasa yaxshi chidab berayotgan, 2-3 yil yaxshi chidab berayotgan maxsuschamiz. Telefon nomerimiz opsiyanida bemalol aloqaga chiqaverasizlar, kimga kerak bo'lsa.